Mana bugun 8-iyul 2025-yili FL27 Xitoy makkajo'xori urug'i ekilgan Furqat tumani Furqat Sari chorvadori fermer xo'jaligida turibmiz. Bugungi kelganda mana holati. Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar, tomoshabinlar. Mana bugun 8-iyul kuni bu yerda bizda Muslimbek akamiz, dehqon akamiz ham daladamiz. Kamoliddin akam bizani mana shu Farg'ona, Qo'qon bu yil xudo xolasa FL27-67 makkalarimizni birga ikkita tarqatdik. Mana endi dehqon akamiz o'zimiz bir aytsangiz qayerda turibmiz, bu joy nima deyiladi? Furqat tumani qishloqi. Aha. Bu makkamizni aka qachon ekdingiz? Qaysi chislolarda? 3-aprelda ekilgan. Endi urug' chiqib olish boshlaganiga u yoq bir hafta desak, 90 kun desak bo'ladi bu dalani. 90 kunlik dalada turibmiz. Bu yerda 27 FL27 Xitoy makkajo'xorimiz ekilgan. Xo'p, endi aka qisqacha qanaqa agrotexnika ishlovlari bergansiz? Qanaqa dorilar, oziqalar berdingiz? Kultivatsiyasi qanaqa bo'ldi? Shuni bir o'zingizni bir shu yilga qanaqa qildingiz? Shuni bersangiz. Kamolxon akam orqali ishladik. Aytgan resurslarni necha marta kultivatsiya qildingiz? 3 marta. 3 marta. Bargidan suspenziya berdingizmi? 3 marta mikroelementlar bilan boqildi. Yerdanchi nimalar qancha berdingiz? Общий hisoblaganda. Yerdan 650 kilo. Yaxshi. Nima berdingiz shu 650 kilo ichida? Birinchisiga 2 marta o'tladik. Birinchisiga 50 kilo kali, 100 kilo anafor, 200 kilo matangni oldik. Necha marta suv ichdi bu? Bizga 7 martada berishdi ekan. 5 martada holati yaxshi. O'zingiz mana menimcha bir necha yildan beri qilib yurgan bo'lsangiz, qalay endi taassurotlaringiz? Endi aytib o'tamiz, biz butun respublikada yurib keldik. 1-2 marta komandirovkaga chiqdik. Bu yil bilgan bo'lsanglar, menimcha mendan zo'r tushunasizlar uni. Aprel-may ana mana issiq keldi. Issiq. Makka o'zi vatani Meksika, ikkita tomoni okean. 20-25 gradus yoqtiradi. Maza qilib yayrab o'sadigan o'zi anaqasi. To'g'ri. Endi bargi olganida 4-5-6 bargida shunaqa o'sib olsa maza qilib o'sadi. Bizda 30-35 gradus o'tdi. Undan suv bo'lmagan bo'lsa. To'g'rimi? Biz Xitoylik agronomlar bilan ham har doim aloqadamiz. Ular aytishdi, bizga tushuntirishgani o'sish nuqtasi, tochka rostasi 30 gradusdan oshib ketganda yopib olar ekan, demakki, stressga tushar ekan. O'shaning uchun bu ham anaqa programmasi ham ozgina stress bo'lar ekan deb aytishdi. Endi shunaqa ob-havoli yil endi Xudoning bergan kuni shu bu yilgi o'zingiz taassurotingiz endi qanaqa? Shuni bir aytsangiz. Zo'r, Xudo xolasa. Endi barakasini bersin. Yaxshi. Zo'r, siloslar zo'r chiqadi. Oldiniga o'zingiz ham endi bir ikkita kommentariy berib, mana makkalar zo'r boqilgan, faqat bitta suv ichmagan, bitta suvdan qolgan. Shu holatda mana 750 ta 800 ta don chiqadigan holatda. Stvoli ham rosa zo'r mana. ichlarini ham mundoq qilib ko'rsatib. Ichlari ham zo'r. Mana Aytadigan darajada zo'r. zichligi qanaqa ekdingiz aka buni? Zichligi. Zichligi bu 95 ming atrofida ko'chatqanligi. Ozgina zich yo'q qolgan ekan, ozgina. Endi bizda lekin mana shu holat ham juda a'lo darajada. Bundan yuqori holat bo'lmasa kerak, zo'r holatda jo'xori shakllangan. Qo'ya qalinliklari ham zo'r, barglar 16-18 ta zo'r boqilgan.